Biçar kızım neçkini yapmış öyle tozlayım der. Bek cefa çekti balam. Kımızla eğiva edemdige üzem kılmenisen fakat onu mu de? Bapta ana yaşı oğan diken iş kısa işinin bulmaydı. Mağalı vay balam eğriyak edemdige iş kılmak bekler. Sen kusak bitemgenken bilmeydin. Kızım kızcım ana. 자, 가요. 들어. 자, 비좀 꺼주셔나? 들어. 아, 뭔가. 아브라드면서 가라 들어봐. 야, 셰프. 좀 봐. 시작해, 연습만. Ağaç o su dikeyim abi. Kaç kilo hazır? Ben bir şey sormadım. 5 kilo işte güzel. Makan Bekir şok ketipti. Bugün qaytib aytiqlanmoq. Yo'q, bugun tugutayli. 2 kundan beri bozorga kelib ishni bek kayniga so'rayotdik. Endi bek kech qolsang, onang tillab ketarmikin deyman. Ha, boyam onamga telefon qilib qo'ydim. Sen opirib qo'ygan bo'lgandan keyin to'g'ri tushundim. Maylimiz. Hey, mana qara. Bizning ichimlik butolkasini yasatganda Fransiyaning mau ichimlik butolkasining shaklida o'rnak olsak bo'lgudek. Ras, chiroyli loyihalanibdi. Bizmi mushundaqroq bir shakldan foydalansak bo'ladi o'xshaydi shumi? Qara. Aldın qatim biz aloqalashgan shirkat haqiqatan saxtipazlik qildi. Benim yaxshi to'xtam tutib ekanmiz. Xatoligini tan elib, tushkunlarini qaytirib olib ketib qoldi. Bo'lmagan bo'lsa, necha yuz ming yanga tushadiqda. 现在诈骗公司比较多啊，所以购买这个设备的时候还是选择正规的厂家比较好。虽说有点贵，但是比较可靠嘛。Bunmi bizning tajribasizligimizdan bo'lmamdi. Aras, Shoson. Mushu ichimlik ishlab chiqarish jarayonini bizning texnik xodimlarimizni qancha kunda o'tib olasiz? 这个呢要看你们技术人员的知识水平了。如果都像您这样的知识水平，我看2-3天就能掌握操作程序了。 Mashg'ulot qilish qoidasidan boshqa, ya'ni mushkul uskunlarda ko'riladigan kashinlarni bartaraf qilishni o'rgatib qo'yasiz. 那当然，如果设备出现故障，您可以随时联系我。如果有必要的话，我也可以过来嘛。Rahmat.
Her qaysilarning yordam berishi, yaqindan qo'llab-quvvatlash ostida zavodimiz yaqinda ishga kirishtirilish oldida turibdi. Chamamcha zavod ishga tushgandan keyin kuniga 1 tonna ana sharbat ishlab chiqara olamiz. Bozorning ichilishiga ergishib, mahsulot miqdorini ko'paytirsak bo'ladi. Ondan boshqa zavodimiz kentimizdagi 5-emgak kuchlardan 20 dan ortiq odamni ishchilikka qabul qildik. Hozir Urumchidan kelgan texnik Showsong ularga mush ishlab chiqarish texnikasini o'rgatyapti. Shunman mush 15 kun ichida zavodimizning ichilish marosimini o'tkazsakmikin deb bugun har qaysilardan maslahat so'rab kelishim. Nəhayət yaxşı oldu Qeyimcan. Bu zavodimizning qurilishi yezimizning bağbanchilik mahsulotlarının obrutini tiziltish, 5-chi emgak kuchlarini ishga o'rinlashtirib, dehqonlarimizni baldurroq holliq seviyaga yetkazishda aktiv rol o'ynaydi. İçilish murosimining vaqti kelsak, buni men yezboshliq Arifjon bilan maslahatlashib xabarini beray. Mening mundaq deyishim, yez rahbarlari shaharning munosabatlik rahbarlari bilan aloqalashib baqsa, bo'lsa İçilish murosimiga shahar rahbarlaridan biroz qatnashsa, texmi yaxshi bo'ladi. Meningcha vaqt masalasi chatoq chiqmaydi. Rahmat. Bizning yezimizga nisbatan aytganda sanoatlashishga, savdo qarab yuzlanish dehqonlarimizning beshtiki muqarrar bir yo'li. Siz kentimizga emas, butun yezimizga ulgu tiklab berdingiz. Demasam-mo, bilasiz, karxonchilikda ishlab chiqarish bir gap, bozor ichish boshqa bir gap ekan. To'g'ri. Mana deyishimda ichimlik bozorida raqobat keskin turayotgan bu davrda dirab marka yaratmoq unda oson emas. Shunga mahsulotingizning e'lon tashviqotini ishlashda o'zingiz bir qo'lliq tuting. Uningga men yordam qilay. To'g'ri gap qildingiz. Bu masalani menmi o'ylagan. Yordamingizga muhtojman. Rahmat. Rost anglasam, eningiz Qaysarjonning to'yi bo'ldi ekan-ku. Shundaq. Elimizning to'yiga qopdik. Mushu zavodimizning ichilish murosimiga ulabla elimizning to'yini qilmoqchi. Undaqda qo'sh to'y o'ynaydi ekanmiz-da. Sizlar shu kuni berib mehmon bo'lgach turish berasizlar. Albatta, bu o'zimizning ish tursa. Biz yordam qildik, qanday bo'lsa davra. Shunda. Ma'qul. Rahmat. Atonni bekiyib baqsa. Bu mening to'yliqim bu. Mana keldi. Doktorni oldinglar. Yaraştı mı? Toz yaraştı. Mübarek olsun. Öldürdü. Mimanını aldırmışlar, çıksın toz boğduk. Olur. Olur he? Kızlık çay demlep çıktım. Bo'ldi ana, dadam qo'yib bersizlar çayni. Şimdi yüz bu bıraklaşsayla ana. Ma'qul endi. Mana, ma çapan hep qo'ying. Efki. Ma'qul. Chiqin choy ichkish do'stlar. Toy deb toy deganda hammaga to'ydigan gapken. Ejab japadi qoldinglar bolalarım. Onda demisizlar ana, bu degan o'zimizning ish bo'lsa. Shu emasmi ana? To'yning qizig'i degan bu shahar ana. Qaysarjonning to'yini qilib, yangi kelinni ekirsak, hammamizning og'ziga chiqadi. Shundaqmi dada? Shunda. Kela bola. Mana u tomga bir qarab baqay. Baq bilan baq. O tomga qara. Kadir aka. Bekraqo, kelene bekraqo. Kadir to'yning tayyorligi bitib qolay dedimi? To'y tutdi da. Amin. Allohu akbar. Ana avvallar obdan tudinglar. Deganda bir kirib nemishva deb qarshildisak, texi deb bo'ldi ekan Amin xacha. Shu bir nemishva deb biz qilish kerak deb kirishimizdi. Voy rahmat Xalchixon, rahmat. Vallahi so'rab kepti.
Dem ağallar dem oldu. Şuna chiroyli qilyapmiz bu ishni. Rahmat. Qadir aka, qanday bir ig'ir yenik ish bormi? Mushu ish qilgan ish bo'lsa bir deslar, men shu ishni qilay. Rahmat Bekrafon. Senin evvel surat kirginin üzülle yitip başladı. Eğer yenik işlerini Kasımcan kılıvadı. Bekrafon to'g'ri deydi da. Mushlarni asqatmagan qo'shnining qo'shniligi olan Bekrafon. Nima bilan? Elimo neçe 10 yıldan beri bu qo'shnilar bir-birimizga esqatishib, urug' tuqqandim Bekrak, ijil, inoq o'tib kelyapmiz. Bunda baland qo'shnilarni topmoq tez bu. Chaqchaq qo'ydi da chaqchaq. Ha? Qasmaqa, qan ish bo'lsa ko'rsatmasa qilay. Ko'rsatsam yilingni chiqib ketarmiki? Yilin chiqmaydi. Yilin chiqib ketsa uzamga sap. Anlasa, to'y kuni otidan qozonni ucini qo'laymiz. Sizlar da'vatning beg'ida oltin qo'llab, yakunlab stol ketdinglar, ha? Ya Alloh, ya Hazrat. Yana mush gapma. Mush qo'llashni gapsa tugmamda. O'tib ketgan gapni deydi keslar. Dedim mana shu ijro qilgan gap to'xtaydi dedim shu. Asmaqo? Hozir o'g'o, bu qozon nasibdan qozon qo'laydigan ish yo'qib ketdi. Hozir qozon bog'i o'choqning ustiga qo'ndirg'loq. Ashna ekilib o't yoqsaqda bo'ladi. Boshqa ish yo'q. Bilmaydigan ish qilyapti hozir. Adamotog'o, sizlar menga shu qozon qumosh, aş go'sht ya, o't yashimni ekilgan yardım inşallah. Çatak yo'q. Bunisi hozirlikda yo'q. 2 kundan keyin. 2 kundan keyin. Ha, 2 kundan keyin ekanimiz. Mana tayyorman. Juning anda. Qadir aka. Ma to'yga ishlatadigan unni bor. Bizning tugmanda ekanimiz. Pulga emas, bakaliq. Voy. Bekaliq ekkelsak bo'lmas. Bekraxon, sening bir turmushing bor emasmi? Ya, Qadir aka. Bak gidimni anlat dostlar. Neçə yıldan beri sizlərmə bana az yardım qılmırlar, köp yardım qılırlar. Endi mening beşimə kun kelgan vaqtda beşimni sizlar. Bu yaxşılıqlarni men sanabni tugdamayman. Endi sizlar bu to'y qoplar, bu to'y deganda davomli qilib oladigan ish emas. Shunga mush ishda menga bir ruxsat qilsizlar. Men endi mush ishni bir o'zim bir qilay endi. Men ham tuz ko'rib ketmay Qadir aka, menga ruxsat qilsizlar. Undaq dema Bekrafon. Endi u ishlarni tilga ilishmaydi. Bekrafon, ben taksında altın kolayımı deyip tügmenini toqtib qo'ydum ketsem mağdur etibsiz ha? Yok, panama adaşlar. Yani şu kolaşdan gepisin çıkamayızlar adaş. Bo'ldi o'tib ketgan gapni bir demanglar va qo'shib qolay. Adamga yig'irg'i tuz sepim deb turgan sizlar da. Bu to'liq quruq gapni az qilib qazmoq. Va qildigan shundan qilaylar. Andas jurolar, ishkaydan o'tayarmiz. Utan yaptığı iş var mı? Utanıp ya. Muş utanlama. Mana. Ekşikidek şu anda aslanlar.Ken verem. Mana ben kıldığı iş muş mana. Asma koy. Sizler işini kılınlar. Ma palto uçup çıkıp bile kanşırın oldu kesti. Sonra jürmem nerede? Ben. Özba başka işini kaçırayım. Makul hemse. Makul. Babam çay demleyip çıkarsın. Rahmet. Mübarek olsun, amin kaça toy kopaplar. Rahmet. Ama qo'lin qo'shni bilan bayatыңызды be chirib chiqila, ish pishvarmi deb chigan to'qtaqa. Obdan. Ishlayotgan ballamni ruxsat so'rab keldi. Ballar bilan qo'l qilishyapmiz. Yetişemey qalsam qasırga bal chiqartay. Obdan bir tatinmay bir ish kishli chiqsa bal chiqarsa biz bichirib yordamlashinak. Ma'qul xanim, ma'qul. Kimni deysiz? Ben Potulka kelgan, darvoza ochilding ha? Potulka? Ha. O menga birasi mashina deb xabar qilmagan. Voy bosslarning narsanglar, shilmisanglar, direktorning aqamdan kelyapti-da. Telefonni so'rab ha? Ay. Bo'lmaydi.
Dağ qana teştikmi? Bilan, keldingizmi? Putingni xili yaxshi bo'lib qoldimi? Ha, put yaxshi hozir, put yaxshi. Bu biz buyurtgan ichimlik potliklari kirgizib o'tgan bo'ldi. Men uxmay turibman. Mana hazırla. Ma mas'uliyatchanliginglar bo'ladi dağ taqva yaxshi. Yana 2 mashina ana kelyapti-da. Onimi to'sib yurmanglar. Maqi. Endi siz menga ishini bu cho'ng zavod topshirgandan keyin yaxshilab qaramasak bo'lmaydi-da. Yaxshi. Mana. Qanday? Teştikmi? Men mashinadagi eshiklarni daralmay aytishinglar. İçindeki botlukka bayqanglarmi? Bo'ldi. Men mashinadagi anani so'g'oq saqlash iskolatiga tushiringlar. Ma'qul. Yana bir mashina qani? Keynimda kelyapti-da. Qanday bo'lsa? Yaxshimi? Yaxshi. İşler qandayroq? Xilopda. İşçilerimizning texnik egallash ahvoli shu. Xil yaxshi. Shoson barliq texnik xodimlarimizga texnikani astoydil obdan o'tib oldi. Shoson ko'rmaydi-ku. Baş şirketdan telefon qildik-a. Darhol qaytib kelmasa olmaydi deb. Men bu Chintudo Qashqarda bir kun sayohat qilib o'ynab ketdim, darhol qaytib kelmasa olmaydi deb oldiribdi mangdi. O'zim chiqib uzitib qo'ydim. Bo'pti, yaxshi debsan. Sonliq ma'lumotni bir deyishib olaylik. Bo'ldi. Aynur xonimning bugun vaqti yetibdanim bo'lsa? Bu balamni to'y tayyorlik qilish birmenda 3 kunlik so'rabdi. Ro'shangulning qo'shqini xil yo'g'nab qopti. Endi mana eg'riyini kishni oz qilamizmi, qo'saq yo'g'ongandan keyin. Kunab qolgandan keyin bikadoz kemaydigan adamning. Men bek diqqatsiz bolam deyman. Unamaydimi qiz bola? O'g'o shunda bo'lsinmi? Bo'ldi. Ezana. Yigitlar, qani yigitlar. Oylab. Yetdi men Ekildin bana. Yaxşını aldın mı? Yaxşını aldım. Ben yardım bir şey var. Oturma. Aldırma ya. Ko'pchilik. Hammanglar meni ko'rib turibsizlar. Zavodimiz to'liq ishga kirishtirilib,
mahsulot ishlab chiqarishga boshladi. Hammani javob chekdinglar. Men Qaysarjon bilan maslahat qilish orqali shirkatimizning har qaysi bo'limlarining mas'ullarini qayta bir qatam tanishib chiqdim. Shirkatimizning umumiy ishiga yanada o'zim mas'ul bo'laman. Ma'muriy bo'limning ishiga Qaysarjon mas'ul bo'ladi. Moliya bo'limining ishlariga Akramjon mas'ul bo'ladi. İşlep chiqarish ishiga Mahmudjon mas'ul bo'ladi. Bozor etish bo'limiga Farida mas'ul bo'ladi. Rollarni yaxshi joriy qildirib, yaxshi ishlanglar. Sizlarni tabriklayman. O'g'illikka zavodimiz qurilganligining ichilish marosimini o'tkazamiz. Endillikqa Qaysarjon bilan Faridaning to'y marosimini o'tkazamiz. Qo'sh to'y o'ynaymiz ko'pchilik. Biz yana muzokara qilish orqali butun shirkatdagi ishchi xizmatchilarni 3 kun dam olish qo'yib berishni qaror qildik. Muborak bo'lsin sizlarga. Rahmat aka. Muborak bo'lsin. Rahmat aka. Muborak bo'lsin. Rahmat aka. To'yinglar muborak bo'lsin. Rahmat. Amonlar rahmat. Qashqar shahri Bo'ston meva sharbati pishqilab ishlash zavodining yo'qish murosimi hozir rasmiy boshlandi.
bir kafam sep koymuşam bu. Ama özünün aldığı koşuna 50 hafta da. Direkt yedin tadı 50 hafta. Vay. Maş oldu. Ha, muş oldu ha. Tinchlikmi qizlar? O'tirasizlar. Voy tishim. Voy tishim. Ana, tishlari og'riyotganda. Endi saqaydi balam. Çıkamadı balam. Güzel bakalım. Tayyorlik qilaman. Vallahi ağzı Kaçta